maqsadi o'sha fuqarolarga kredit paketlarini taqdim qilish, tushuntirish, qanaqa kredit liniyalari bor, keyin o'sha biznes rejalarini amalga oshirishga o'sha moliyaviy yordam berishni o'tkazamiz. Bugungi navbatdagi uchrashuvimiz 14-oktyabr 2025 bank binosida bo'lmoqda. Xo'p, bu hozirgi kunda bizda bor kreditlarimiz 3 ta, 2 ta jismoniy, bitta yuridik o'zimizning liniyada, ya'ni o'sha oilaviy tadbirkorlik, mahallaviy bo'ladi. Birinchi kredit turimiz jismoniy shaxslarga biznesga birinchi qadam 17 million maksimal summasi muddati 5 yilga kafillik asosida yoki sug'urta bank kartasi o'zini hisob raqami bo'yicha bank kartasi o'tkazib beriladi. Bunga kafil yoki sug'urta bo'ladi. Bunda asosiy maqsad o'sha shartnoma tajribasi asosida xonadonlarga loyiha paketlarini olib kirish va bu asosida o'zini band qilish va o'sha xonadondan chiqmasdan turib daromad bo'lish. Bu endi shartnoma tajribasi 3 ta paket bo'ladi kamida. Ya'ni hozir siz chorvachilik qilmoqchi bo'lsangiz, yoniga asalari qo'shib, ko'p tarmoqlik qilib, xonadondan o'sha daromad qilish bo'ladi. Agar 17 million yetmaydi desa, maksimal summasi 50 milliongacha mahalla loyihasi degan dasturimiz bor. Buni muddati 5 yil, imtiyozlari 2 yil. Bu ham hisob raqami kartaga o'tkazib beriladi. 2 yil imtiyozlari bilan beriladi. Foiz stavkasi 25%, agar ayol kishi olayotgan bo'lsa 23% bo'ladi. Tushuntirishim uchun, misol uchun jismoniy shaxs ayol kishi kredit oladigan bo'lsa 2 yil 980 ming, 960 ming atrofida to'laydi. Agar erkak kishi oladigan bo'lsa 1 million 50 ming, 1 million 100 dan 2 yil davomida to'laydi. Faqat foizi ta'lim qilinadi. Ikkinchi yildan keyin o'sha ta'lim bilan foiz qo'shilgan 2,5 million, 3 million yaqin inflyatsiyani hisobga chiqishga boshlaydi. Keyin agar yuridik nimalarimiz bor, kredit turlarimiz bor, 312 bo'yicha beriladi, maksimal summa 300 million so'mgacha, 100 million so'mgacha garovsiz 7 yil muddatga beriladi. Bu pulni faqat ta'minotchi o'tkazib beriladi. Asosiy vazifasi